Mana sandiqlarimizning yangi partiyasini boshlayverdik. Mana hozir fasadlarimizni yuziga zarini, lakini sepib qo'ydik. Chiroyli qurib o'tiribdi hozir quyoshda. Bularni eni 60, uzunligi 1.18 bo'ladi. Mana bu esa sandiqlarimizning bokovoy, ya'ni biqin qismi bo'ladi. Uni eni 54, uzunligi, balandligi 60 bo'ladi. 60 ga 54. Mana bu esa sandig'imizni tepayu pasti orqa qismi bo'ladi. Mana bunday qilib kronkalaymiz. Kronkalar bo'lgandan keyin chetlari chiroyligina najdakcha bo'ladi. Bularning razmeri orqa qismi 60 ga 1.18, qappog'i esa ustki qismi 1.22 ga 60 bo'ladi. Shunday qilib sabrat qilganimizni ham qo'yamiz hozir. Mana bu esa sandiqlarimizni oyoq qismlari, eng pastki qismlari. Sandiqning rangiga qarab bir-biriga mos qilib qo'yamiz. Chiroyli taqtashi uchun.